Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Diğer haftada bir Xudo xolasa yangi grafiklarimizdan tanishib o'tamiz. Ravon Cobalt'imiz mexanik korobka. Hozir bir qator videoga ko'rib turamiz. 4 poloni toza qo'yilgan. Qora rangda daqmon bo'lmas. Metan gaz balonlari bor. Yürüyen kilometre 138 bin yurt tuttu. Mexanik korobka, monitorları bor. Çiğhol, yıldırım kamerası bor. Hurmatli obunachilar, Cobalt 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bahosi 112 million so'm. Oldindan to'lovsiz 2 yilga 7 million so'm oylik to'lov. Oldindan to'lov qilsangizlar 2 million so'm, 3 yilga oylik to'lov 5 million 300 dan tushadi. Agarda 4 million so'm to'lov qilsangizlar 5 yilniki 3 million 800 dan tushadi. 5 million so'm to'lov qilsangizlar 6 yilniki 3 million 600 dan. Gaynatoriz alohida bo'ladi. Bu Hayot bankniki. Biz Anar bankniki bilan tanishtirib chiqaman. 20-yil 112 million. Oldindan 10 million 500 to'lasangizlar 5 yilga 3 million 700 ming so'm. Bu Anar bankdan chiqadi. 8 million so'm gaynatorizidan alohida chiqadi. Kimlar qiziqgan bo'lsa, pastdan yo'llarimiz qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni solib kelsangizlar, qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.